Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mana bugun Xudo xolasa bizni sinovli kun kutib turibdi. Barchalaringga omad tilaymiz. Birgalikda yaxshi natijalar bilan qaytishlik hammamizga nasib qilsin. Hammalarga omad, kayfiyatimiz yuqori bo'lsin. Xudo xolasa hammamiz o'zimiz o'ylagan yaxshi natijalarga erishamiz. Hammalarga rahmat. Men Rahimov Iqboljon xolasa domlamiz Azizjon Alijonov yuzlarini yorib kelamiz. Men Samarada o'quvchisi Tursunova Shukrona. Bugun milliy sertifikatga tarix fanidan o'qituvchimiz Azizjon Alijonov bilan birgalikda ketyapmiz. Bizning o'quv markazimizda shunaqa an'ana shakllanganki, har bir imtihonga qanaqa imtihon bo'lishidan qat'iy nazar o'qituvchimiz va o'quvchilar bilan birgalikda boramiz. Bugungi imtihonda ota-onamiz va o'qituvchilarimizning yuzini yorug' qilishga harakat qilamiz. Barchaga omad.